Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga Lakora kompaniyamiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan atirlarimizni ko'rsatmoqchiman. DCO hamda Diamond atirlarimiz yangicha qadoqda juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Mana ochib ko'ramiz qizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ham chiroyli. Eng sevimli atirlarimdan biri Diamond. Mana qanaqa qadoqda ekan. Oho, qanaqa chiroyli qizlar, qaranglar mana. Shunaqa chiroyli ishlab chiqarilibdi. Endi sepilishini ko'ramiz. Sepilishi. Вообще zo'r, super qizlar. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana shu atirlarimizdan olib foydalanishlaringizni qaranglar, shunaqa chiroyli. Juda ham chiroyli. Endi DCO atirimizni ochib ko'ramiz qizlar. Bu feromon atirimiz, ya'ni feromon turmush o'rtog'iga yoqmoqchi bo'lgan, o'zini shirin iforlari bilan o'zlarini jalb qilmoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun juda ham zo'r atir. Bu atirimiz qizlar. Вообще yaxshi ko'raman o'zim. Naborlar bilan birgalikda foydalansangiz shunaqa zo'r. Endi bu atirimizni ochib ko'ramiz. Oho, вообще super qizlar. Super. DCO feromon naborimiz atirlari mana. Endi sepilishini ko'ramiz qizlar. Вообще super qizlar. Sizlarga ham tavsiya qilaman, olib maza qilib o'zingizdan chiroyli hidlarni taratib, iforlarni taratib yurishlaringizni.